Yoshlardan hozir maqsadini so'rang, nima maqsading bor deng. Qora Gentra, tonirovka, ichroli nomer taqib, shaharda sirpanish xolos aka, boshqa maqsadlari yo'q bularni. Gaping bor ekan, odamlarni ilmga chorlamoqchi ekansan, davay gapda qolib ketmasin, o'zimlarga ilm ulash yoki qanaqadir proyekt qil, yoki qanaqadir loyihalar qil. Pul yuborishda kechasimi, kunduzimi, endi buni farqi yo'q. Endi kechasi soat 2 da ham, yakshanba kuni ham uyingizga pul yuborishingiz mumkin. Bank ochilishini kutmaysiz, navbatda turmaysiz. Hech kimga iltimos qilishingiz ham shart emas. Yubor mobil ilovasi 24 ga yetdi. Sizga erkinlik beradi. Istalgan vaqtda, istalgan joyda bir necha soniyalarda pul yuboring. Siz ishlayotganingizda ham, dam olayotganingizda ham, kechasimi, kunduzimi farqi yo'q. Pulingiz uydagilaringizga bir zumda yetib boradi. Endi pul jo'natish har doim siz xohlagan paytda. Yubor qulay, xavfsiz va ishonchli ilovadir. Bloger Dilime jarimaga tortildi. Qo'qon shahrida bloger Dilimening chiroyli avtomobil raqamlarini noqonuniy tarzda to'plagani uchun jarimaga tortilgani ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Nomerlar bo'yicha reydni Qo'qondan boshlaymiz. Darajalar birinchi Qo'qon, keyin Andijon. Shundan so'ng bloger video murojaat bilan chiqib, bu ish ortida hech qanday yomon maqsad bo'lmaganini va albatta shunchaki avtomobillar va noyob raqamlarga qiziqishi sababli shunday qilganini aytib o'tdi. Hayotda har doim ham biz o'ylagan narsalar bo'lmas ekan. Biroq bu voqeaga boshqa blogerlar ham munosabat bildirib, Dilemega murojaat qilishdi. Bu nomer yoki Gentra faqat O'zbekistonda ishlaydi, o'zingizlar ham bilasizlar-ku. Boshqa joylarda bunaqa maqsadlar, orzular primitiv emas, anaqa oddiy emas, ya'ni. Bu gapni yoshlar kelajagini o'ylab gapirdim desam, Uning fikricha, yoshlar orasida mashhur bo'lgan blogerlar qimmat avtomobillar va chiroyli raqamlarni namoyish qilish bilan cheklanib qolmasdan, ilm-fan, kitobxonlik, kasb-hunar va shaxsiy rivojlanishga targ'ib qiluvchi kontentlar ham yaratishi kerakligini aytib o'tdi. siz bilan o'sha nomer talashib, nomerini ko'z-ko'z qiladiganlarning orasida 3 ta bolasi bor, qorni chiqib ketgan qop-qop odamlar ham bor ekan aka. Bu holat bir savolni o'rtaga tashlaydi. Blogerlarning asosiy vazifasi odamlarni qiziqtirishmi yoki ularga foyda berishmi? Balki bugungi kunda eng kuchli kontent ham qiziqarli, ham foydali bo'la oladigan kontentdir. Sizningcha blogerlar ko'proq nimaga e'tibor qaratish kerak? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Dilshod aka deyman, yoshingiz kichik bo'lsa ham. Nomerlar bo'yicha reydni Qo'qondan boshlaymiz. Darajalar birinchi Qo'qon, keyin Andijon. Bo'lsa ham hurmat qilaman. Aka, bundan oldin Gentrani katta bolalarning mashinasi deb o'rgatdinglar hammaga. Katta bolalarga. Aka, mana qop-qora Gentra, polni krugovoy tonirovka. Endi katta bola bo'ldimmi? O'shanga Gentra olsam katta bola bo'laman ekan deb ishonganlar ko'p bo'ldi. Hattoki o'qimishli insonlar ham, bir yurfakni bitirganlar, banklarda ishlaydigan odamlar ham ishondi. Ularning qatorida biz ham ishondik shu narsalarga. O'zimizni kibrli his qildik o'sha tonirovkalarni tortib olib. Endi aka, nomerga o'tdinglar. Shunchaki xalq juda ham sodda-da aka. Ilm emas mana shu zamonda. Odamlarning miyasiga chip o'rnataman deb yurgan payt ham bor-da aka, shu taraflari ham bor. O'shanga aka, yoshlarni boshqa narsaga targ'ib qilinglar, iltimos. Bu yoshlardan hozir maqsadini so'rang, nima maqsading bor deng. Qora Gentra, tonirovka, ichroli nomer taqib, shaharda sirpanish xolos aka, boshqa maqsadlari yo'q bularni. Bu nomer yoki Gentra faqat O'zbekistonda ishlaydi, o'zingizlar ham bilasizlar-ku. Boshqa joylarda bunaqa maqsadlar, orzular primitiv emas, anaqa oddiy emas, ya'ni. Bu gapni yoshlar kelajagini o'ylab gapirdim desam, siz bilan o'sha nomer talashib, nomerini ko'z-ko'z qiladiganlarning orasida 3 ta bolasi bor, qorni chiqib ketgan qop-qop odamlar ham bor ekan aka. Bu juda ham achinarli holatda aka. Chunki sizlarning millionlab auditoriyangiz bor. Iltimos, yoshlarni bir ilmga nimadirga targ'ib qilinglar aka, iltimos. Hammalarga assalomu alaykum jigarlar, kutganmidinglar, tayyormisizlar? Hayotda har doim ham biz o'ylagan narsalar bo'lmas ekan. Bo'layotgan ishni ko'rdinglar, ommaviy tadbirni, qonun qoidalarini buzib qo'ydik va bunga jarimaga tortildik. Ichki ishlar xodimlari bizga tushuntirish ishlarini olib borishdi. Va odamlar bu darajada qiziqish bildirishadi. Bunaqa katta narsa bo'lib ketishini hech xayolimga keltirmagan ekanman, lekin har bitta kelgan va har bitta meni podeshga qotgan jigarlarimga, qadrdonlarimga abdushi kattakon rahmat demoqchiman va sizlar uchun xudo xolasa mana shu tadbirda inshaalloh ruxsatini olamiz va O'zbekiston va kerak bo'lsa butun Asanga dunyo qiladigan nomerli festivalni qilishga qaror qildim va buni dokumentatsiya ruxsatlarini xudo xolasa olishni boshlaymiz. Nasib bitta kunni belgilayman va hammalarga e'lon qilaman. Bu narsa hech qachon qolib ketmaydi. Bu narsani albatta qilamiz va sizlar bilan birga nomerli festivalni xudo xolasa amalga oshiramiz. Ana endi men haqimda sal ozgina ortiqcha gapirib, aktivdan to'g'ri foydalanib, o'zini ko'rsatayotgan odamlarga ikki og'iz gaplarim bor. Men o'zi hech kimga konfliktga kelmaydigan odamman. Sizlar gapiraversanglar, gapiraveringlar. Men 6 yildan beri Instagram sohasida bo'lsam, 6 yildan beri gapirib
kelyapti, gapirib ham davom etishadi. Hurmat qilgan hurmat qiladi, hurmat qilmagan hurmatini qilmasin, to'g'ri. Lekin chiqib olib, o'zini aqliy qilib ko'rsatib, bunaqa qilmaysanmi, yoshlarni bilimga chorlamaysanmi, yoshlarni nimaga chorlayapsan deb gaping bor ekan, odamlarni ilmga chorlamoqchi ekansan, davay gapda qolib ketmasin, o'zlariga ilm ulash yoki qanaqadir proyekt qil, yoki qanaqadir loyihalar. Nimaga shularni yoshlarni qo'llab-quvvatlab 500 millionlab berayotganlarimizni to'g'ri orasida reklama bor, lekin reklama bo'lmasa siz qayerdan berasiz unaqa katta pulni? Yoshlarni to'g'ri yo'lga chorlab, normal video ostinda pul bersangiz, nima o'sha payt gapirib chiqmadinglar? O, mana shu bola banda qotdi, mana shunaqa yorib tashyapti. Aql inoq bo'lib yashaylik. Hayotda hammani qiziqishi har xil. Kimdir hayvon boqishi qiziqadi. Mana 6 yildan beri ko'rayotgan bo'lsanglar, 6 yildan beri mashinaga o'zim chista yaxshi ko'raman, qiziqaman. Uni tuning qilishga, unga chiroyli raqam taqishga. Nima qilay, meni qiziqishim shu ekan, meni fikrim shu ekan. O'zimga yaxshi deb bilgan narsani yaxshi deb davom etib ketaveraman va men hech qachon yo'limdan to'xtab qolmayman. Agar to'xtab qolishim kerak bo'lganida, o'sha karantin payti san'atkorlar, bizani shouga chaqirib, itsan, tarakansan, blogerlik ham kasbmi, blogerligingni yig'ishtir. Ya'ni blogerni ko'rsa qo'li bilan ko'rsatadigan zamon paytida shu blogerlikni tugatishim kerak. Meni qo'llab-quvvatlab turadigan oilam, meni kuzatadigan siz jigarlarim, qadrdonlarim bor bo'ldi. Menga shularning o'zi yetadi. Mana ortiqcha gapirayotganlar, mayli, dars gapirishni davom etinglar. Tabaqalash joyiga keladigan bo'lsak, men hech qanaqa chiqimni tabaqalab buni olib kelib, "Voy, mana Jiguligini bunaqa qilding yoki Matiz'ni bunaqa qilding." Ko'rgansizlar-ku, mana o'zim ham Jiguligini Rolls-Royce'ga aylantiraman. Nimaga? Jiguligini ko'rganda buni odam his qilsa, g'ururlanib, faxrlanib, motivatsiya olsa, maza qilsin degan niyatda qo'yaman Jiguligini Rolls-Royce hamda. Xullas, любой mashina haqida men o'zim bilasizlar, qattiq kontent qilganman. Gentrani mayli legendarniy mashina qilganman deb gapiribsizlar. Gentrani katta bo'ldi deganimda, normalniy mashina yo'q edi O'zbekistonda, faqat O'zbekistonda o'zlarining milliy mashinalar bormidi, o'sha payt reklama qilganmanmi? Qo'ysalar-chi. Men Gentrani narxini ko'tarish emas, qadrini ko'tarishni o'ylaganman, lekin nima qilay? Trend bo'lib ketdi, narx ko'tarilib ketdi. Odamlar o'zi qilyapti-da. Lekin narx ko'tarilganligi ko'pchilikka foydaga emishliganda 2 yillab itdek haydab, o'zini narxida sotib olgan. Andijon bilan Qo'qonni urishtirib qo'yibsan degan narsalar bo'layotgan ekan. Men hech kim urishtirish niyatim yo'q. Men har doimgidek O'zbekistonimizni, butun mana shu vodiyimizni maqsadim birlashtirish va bu narsani ssenariyni sizlar oxirigacha ko'rmadinglar-da. Oxirida shunaqa surprizli bo'lishi kerak edi. Lekin mana bir ikkita chapala chiqdi, shu sabab to'xtab qoldi. Agar bu narsa to'xtamaganida, men sizlarga shunaqa shou bilan shunaqa salomatmisiz, charchadingizmi? Rahmat. Zo'r rahmat. Rahmat. Agar shu bir ikkita chapala bo'lmaganida, men sizlarga shunaqa ssenariy, shunaqa shou tayyorlab qo'ygan edim va bu hali to'xtab qolmaydi. Bu shou hali sizlarga shunaqa davom ettiraman. Ko'rasizlar, butun O'zbekiston, butun dunyo his qiladigan narsa qilaman. Bu mashina kontenting bilan nima qilmoqchisan, nimaga erishmoqchisan degan odamlarga mana javobim, mashina orqali ham kontent qilib O'zbekiston butun dunyoga tanitsa bo'ladi deganlar. To'g'ri tushunaman, negativ hamma yoqda bor. Qanday ibratli video otgan bo'ladimi, ehson qilayotgan odamni ham ko'rganimda negativlari bor. O'shaning uchun men negativlarga ortiqcha fikr bildirmoqchi emasman. O'zinglarning yo'lingizda davom etinglar. Men o'zimning yo'limda ketyapman. Hammanglarga rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Sizlar bilan har doimgidek yaxshi bola dilimli bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga rahmat deganlar, sizlarni yaxshi ko'raman.